10. ders tavba qilg'uchilar haqida. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Rasulillah. Tuvende dehtanlarga Abduveli Qari rahimahullah'nın İslamik derslikler toplamidan 10. ders tavba qilg'uchilar haqida degan temasini o'qiymiz inshaalloh. Euzubillahimineşşeytanirracim. 10. ders tavba qilg'uchilar haqida. Oldingi darsimizda Alloh yaxshi ko'radigan sifatlar haqida to'xtalgan edik. Alloh yaxshi ko'radigan shu sifatlar bilan sifatlansak, Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rdi. Bu sifatlarning birinchisining ihson sifati ekanligini yuqorida biz bayon qilib o'tdik. Ihson sifati Rabb Taalaga ko'rib turgandek seg'inish. Agar inson Rabb Taalani ko'rib turganini tasavvur qila olmasa, Rabb Taala meni ko'rib turdi degandek ibodat qilish ekanligini izohlab o'tgan edik. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning ikkinchisi Alloh Qur'onda bayon qilgandek yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden hayz to'g'riliq, yani hayzdar ayollar bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Yani hayz mezgilda jinsiy aloqa qilish xotin har ikkilisiga ziyonliqdir. Hayz mezgilida ayollaringlardan neri turinglar. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qilg'uvchilarni do'stidir. Haromdan va nijosatdan pok bo'lg'uvchilarni haqiqatan do'stidir. Sura Baqara 222-oyat. Tavba qilg'uvchi va pok kishilar bo'lg'achqa biz Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarning ikkinchi sifatida musha haqda to'xtalamiz. İnsan avlodi ko'p xatolik o'tkazguchidir. Xatolik o'tkazguchi bo'lmaydi ekan, u salomat bo'lmaydi. Lekin xatolik o'tkazguchilarning eng yaxshilari ko'p tavba qilguvchilardir. İmam Muslim Rasulullah'tan rivoyat qilgan hadislarda jinim ilkida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo bilan qasamki, agar gunoh qilmasanglar, Alloh sizlarni dunyodan yo'q qilib, o'rninglarga gunoh o'tkazadigan, ondan tavba qiladigan qavmni keltirdi deydi. Shunga gunoh qilmaslik insonning sifati emas. Inson gunoh o'tkazguchidir. Lekin ko'p tavba qilguvchilar Allohga suyimli kishilardir. Biz gunohlar to'g'risida Alloh xolisa keyingi darslarimizda maxsus to'xtalamiz. Xatolikdan saqlanish, ya'ni ma'sumlik faqat payg'ambarlarga xos. Shuning uchun ko'p tavba qilish sifatiga ega kishilarni Alloh taolo yaxshi ko'rdi. Hadis qudusda Alloh subhanahu va taolo: ey inson bolasi, sen qachonki mening rahmatimni umid qilib, istig'for etib duo qiladi ekansan, sening gunohlaringni mag'firat qilaman. Agar osmon zamin orliqi to'shqichilik gunoh bilan menga hech nimani shirk keltirmay yuzlansang, men sana ham osmon zamin orliqi to'shqichilik mag'firat bilan yuzlanaman deydi. Bu bayonlardan shuni bilamizki, inson farzandining hammasi gunohkordir. Alloh bizning ko'p tavba qilishimizni yaxshi ko'rdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan kishilarni gunoh qilmagan bandalar deb maqtamadi. Chunki Alloh taolo bizning gunoh qilishdek tabiatimizni biladi. Alloh Qur'onda yani taqvodorlar
yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sura Al-Imron 135-136 oyatlar. Bu oyatda cennet va'da qilingan kishilar gunohdan pok kishilar deyilayotgani yo'q. Balki gunohni bilib turib davom etmagan kishilar deyilayotadi. Endi men bu yerda gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor degan oyat ustida to'xtalib o'tmoqchiman. O'tkizgan gunohni Allohdan boshqa kechirmaydi, birodarlar. Odamlar ham birlarining o'tkizgan xatoliklarini qalbida saqlab qo'ydi. İslamdan boshqa tuzumlar ham gunohlarni kechirmaydi. 90 yil umr ko'rib, 89 yil xato qilmasdan to'g'ri ishlab, bir kun xato qilsangiz ham kechirmaydi. Sizni faqat razil odam deb taniydi. 89 yil qilgan barliq xizmatlaringizni bir tiyinga olmaydi. Xato qilgan kuningiz sizni kechirmaydi. Yer sharidagi hamma nizomni tekshiring. Joni, molini qurbon qilgan odamlar bir marta xatosi bilan kechirilmaydi. Ammo butun hayotida Allohning yo'liga qarshi bo'lib, Allohning do'stlarini qatl qilib yashagan kishini xatoligini bilib, Allohga qattiq tavba qilsa, Alloh kechirdi. Mana islom nizomida gunohlarni kechirdi, birodarlar. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Sizni yaxshi ko'radigan ota-onangizga ham davom yaxshilik qilib, bir marta xato qilsangiz, ota-onangizning qalbi ranjiydi. Farzand, qarindosh, do'st hammasi shundoq. İnsanning ko'pincha yaxshiligi zikr qilinmasdan xatoliklar zikr qilindi. Ammo Allah subhanahu va taolaning marhamatiga qarangki, Allah gunoh qilmaganlarni yaxshi ko'rman demasdan, gunoh o'tkizsimu ko'p tavba qilguvchilarni yaxshi ko'rman deydi. Biz Allohning oldida gunohdan saqlana olmaymiz. Surishtirib kelsa, gunohlarimiz nihoyat ko'p. Ammo Allah gunohlariga tavba qilguvchi kishini yaxshi ko'rdi. Bilib turgan holatda gunohlardan saqlangan kishilarni yaxshi ko'rdi. Ammo boshqa tuzumlarchi mutlaq xato qilmagan odamlarni yaxshi ko'rdi. Lekin amaliyotda u odamlarning hammasi xatolikdan saqlana olmaydigan odamlar. Hayotdagi hamma nizomni tekshirib ko'rdigan bo'lsangiz, ularning hammasi hayotingizda qilgan yaxshiliklaringizni ko'ra xatoliklaringizni ko'p zikr qiladi. Ammo Alloh taolo insonning kichikkina yaxshilik uchun uning barliq gunohlarini kechirdi. Hadis shariflar mana shuningga dalolat qiladi. Alloh taolo bizning yaxshiliklarimizga hiris, ammo boshqa nizomlar bo'lsa yomonlik hiris. Ular insonning xatoliklarini tepib chiqib, shuni so'kishga hiris. Alloh taolo shirkni kechirmaydi. Bu so'zini yaxshi tushunishimiz kerak. Shirk, kufr amalini qilgan odam islom sepida bo'lmaydi. İslam degani qandoqdir o'zbek, tojik, tatar millatini kufr deganlik boshqa ajnabiy Yevropa millatlarini ko'rsatmaydi. Bir odam mushrik, kafir bo'lib yashab, shirkning gunoh ekanligini bilib,
uningdan yansa, islom aqidasini qabul qilib, islom amallarini tan olsa, u qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar musulmondir. Ammo islom aqidasini tan olmagan odamlar arab bo'lsa-mu, u kofirdir. Abu Jahl, Abu Lahab arabdir, lekin ularning hammasi kofir bo'lib o'lgan. Shuning uchun kishi shirkni bilib, kufrini bilib, uningdan yenib islom sepiga o'tsa, Alloh taolo o'tgan barliq gunohlarni kechirdi. Ammo bir musulmon kishi shirk amalni qilsa, Alloh taolo uni kechirmaydi. Amali bekor bo'lib ketadi. Boshqadan iymon etmasa bo'lmaydi. Islom sepidagi kishi shirk amalini qilsa, islomdan chiqib ketadi. Lekin shirk bilan yashagan butun hayotida kufr ichida o'tgan kishi shirkdan yenib islom sepiga o'tsa, islom uning o'tgan gunohlarini kechirdi. Shunga Alloh shirkni kechirmaydi degan gap bilan xatoligi Alloh shirk bo'lsa kechirdi degan gapning farqini tushuntirib qo'ymoqchiman. Alloh taolo bizning to'g'ri amallarimizga ham intayin heris. Bu to'g'rida Rasululloh Bani Isroil to'g'risidagi bir voqelikni eslatadi. Abu Davud shuni rivoyat qildiki, Bani Isroilda 2 kishi bor edi. Ularning biri davom xatolik ichida yuradi. İkincisi ibodatda intayin ijtihad qiladi. Heliqi ibodatkor kishi qachonki birodarni ko'rsa, xatoliklarini to'xtat deb qo'yadi. Bir kuni u birodarining gunoh qilayotganligini ko'rib, gunohingni to'xtat deganda, u meni Rabbim bilan qo'yib qo'ygan. Sen menga nazorat qilib avatilmagan eding, dedi. Shuning bilan u Allohga qasamki, Alloh seni jannatga kirgizmaydi, dedi. Shu daqiqda Alloh taolo u ikkisini qabzroq qildi. Ularning ruhlari Alloh taoloning huzurlarida jam bo'ldi. Alloh heyliqi ijtihad bilan ibodat qilg'ichiga, sen qo'limdan rahmatni tatib olishga qodirmiding, dedi. Ham gunoh bilan yashagan kishiga bag'in rahmatim bilan jannat kirgin, dedi. Va heyliqi ibodatkor kishini davzaqa tashladi. Bu hadisni rivoyat qiluvchi Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdiki, bu kishi dunyo va oxiratlikini ko'ydiradigan shundoq bir yomon so'zni aytdi. Ya'ni inson Allohning huquqlarini tatib olishga qanday qodir bo'lsin? Hadislarda shundoq deyiladi. İnson hayotida shundoq yashaydi. Jannatga kirishga bir g'irich qoladi. Shundoq bir yomon so'z qiladi. U jannatdan mag'rib bilan mashriqning oraliqidek yiroqlashtirildi. Ya'ni ba'zilar shundoq yashaydiki, do'zaxga kirishga bir g'irich qoladi. Shunda u shundoq bir so'zni aytadiki, do'zaxdan mag'rib bilan mashriqning oraliqidek yiroqlashtirildi. Ya'ni inson Allohning jannatiga o'zining qilgan amali bilan kirolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi jannatga amali bilan kirolmaydi deganda, sahobalar Rasulullohdan so'radi. Ya Rasululloh, sizmi jannatga amalingiz bilan kirmamsiz? Rasululloh aytdi: Allohning rahmati bo'lmasa, menmi jannatga kirolmayman. Demak, biz bu hadislardan shuni bilishimiz kerakki, Alloh ko'p tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'rdi. Shunga inson qanchalik gunoh qilganligidan qat'iy nazar Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmaslik kerak. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmaslikqa Alloh taolo chaqirdi. Dunyoda hech qaysi bir nizam bu savolga javob bera olmadi. Ammo islom javob berdi. İslamni bilmasdan butun hayotini gunoh bilan o'tkazgan kishi islomni bir kun bildi, ham shu bo'yicha yashab o'tdi. Shu chaqda
inson deydiki, men agar komil inson bo'la olgan bo'lsam, o'zimni o'ngshar edim. Dunyodagi hamma nizomda komil inson bo'lish mumkin emas. Ammo islomda mumkin. Hayotida islom keltirib, eng qisqa yashagan kishilar tarixda zikr qilindi. Xolid ibn Valid lashkarlarini to'g'rilab turgan vaqtida kofirlar sefidan bir kishi chiqdi. U Xolid ibn Valid bilan yakma-yak ilishadigan qiyofatda edi. Ammo u Xolid ibn Validdan bir savol so'ramoqchi edi. Xolid ibn Valid sapning oldiga chiqdi. U kishi Xoliddan Allah Taala payg'ambaringlarga osmondan bir qilich tushirib, siz shu qilichni og'achqa Allohning shamshiri deb ataldingizmi deb so'radi. Xolid ibn Valid, yo'q, undaq emas. Payg'ambarimizga payg'ambarlik kelganda kishilar ikkiga bo'lindi. Ba'zilar u kishini qo'llasa, ba'zilar u kishiga qarshi chiqdi. Shu qarshi chiqilchilarning eng qattiqi men edim. Lekin islomning haqiqatini tushunib, payg'ambarimizning oldiga kelib iymon keltirdim. Shu chaqda Rasululloh mendan bir narsa talab qil dedi. Men sizga qarshi turgan davrimdagi gunohlarimni Alloh kechirsin dedim. Rasululloh Alloh o'tgan gunohlarni kechirdi dedi. Shunda sizning qarshingizga bo'lgan bu qilishning hamda sizning foydangizga bo'lishini Allohdan tilayman dedim. Shuning bilan Rasululloh meni Sayfulloh, Allohning qilichi deb atadi. Shuning bilan qayerga borsam mag'lub bo'lmadim dedi. Shuning bilan u kishi, men hozir musulmon bo'lsam, ham sizlarning darajanglarga yetalaymanmi deb so'radi. Shunda Xolid ibn Valid, agar sen hozir islomni qabul qilsang, bizdan afzal bo'lasan. Chunki biz islom keltirgandan keyin qanchalik gunoh o'tkazdik, Alloh biladi. Lekin sen islomga kirishing bilan gunohdan pok bo'lasan dedi. Shuning bilan u islomni qabul qilib, islom sepiga o'tib, shu jangda shahid bo'ldi. Sahihmi, emasmi, ba'zi rivoyatlarda u kishini 2 rakat namoz o'qidi deyiladi. Islomga iymon keltirib, eng qisqa yashagan kishi shu bo'ldi. Islom kishilarni haq yo'lga chaqirdi. Ham islomni qabul qilish bilan boshqalardan komil, eng oliy kishilardan bo'ladiganligi bilan bishorat berdi. Tarixda bundaq yo'l bo'lmagan, ham bundan keyin bo'lmaydi. Ammo islomda bo'ladi. Alloh Taala mana shundaq ko'p tavba qilguvchilarni yaxshi ko'raman dedi. Shuning uchun islomga kirgan kishi o'z atrofidagi kishilardan afzal bo'lib turdi. Butun hayotida islomga qarshi yashagan gunohkor kishilarni Alloh Taala o'ziga izofa qilib chaqirib, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Zumar 53-oyat. Allah'ның rahmetidan ümidsiz buluş, küfrüge ilip bağıcı narsa deb qaraldı. Çünkü insan Allah'ның rahmetidan ümidsiz bolsa, qalgan hayatını bütünley cinayet bilen ötküzüdü. Eğer o Allah'ның rahmetinin mümkünlikini bilse, şunda oňşylyşy mümkin. Meyli ötkenki yoki hazırki tarix bolsun, hemmisiga nazar tashlasangiz, bu hal islomdan boshqa nizomda bo'lmagan. Hech qanday bir nizom tarixida, bütün hayotida shu nizomga qarshi yashab, ya'ni shu nizomda ulug' atilib,
e'tiboriga aylanib yashab o'tgan kishilar yo'q. Ammo islomda bor. Islom tarixida bunday kishilar nurg'un bo'lgan. Mana yuqorida biz tilga olgan Xolid ibn Valid shunday kishilardan edi. Vahshiy Hamza Abdulmutallibdek zatlarni qatl qildi. Lekin u yana eng ulug' sahobalardan bo'ladi. Umar ibn Xattob diniga kirmagan vaqtida boshqa kishi emas, o'z singlisi hijrat qilib manganda yo'l bo'lsin deganda, sizlar azor bermaydigan yerga ko'chmoqdimiz deganda, Umar safaringlar bexatar bo'lsin degandek bir so'zni aytdi. Singlisi bu so'zdan ta'sirlanib bir kishiga Umardan bir yaxshi so'z eshitdim, u hidoyat topqasi kerak deganda, u kishi Umarning eski musulmon bo'lsa-mu, o'zi musulmon bo'lmaydi dedi. Umar ibn Xattob dinga nihoyat qarshiligidan kishilar shunday gumon qilishadi. Ammo Umar ibn Xattobni butun musulmonlar qiyomatgacha o'zlariga ustoz deb bilishadi. Umar ibn Xattob mana islomga qarshi bo'lgan edi. Ammo u shu islomda Umar adil deb atilib, xalifalik martabasiga chiqa oldi. Bundaq ish islomdan boshqa qaysi nizomda bor? Hech qanday bir nizomda shuningga qarshi yashab, tavba qilgandan keyin yana shu nizomda eng oliy martabaga erishgan ish tarixda yo'q, birodarlar. Shuning uchun hayotida boshqalarning oldida tilga ilishdan xijil bo'g'idek darajada biror bir xatolarni o'tkazgan musulmonlar sepiga o'tgan birodarlarga, birodar, sen islomga kirgandan keyin islomdagi eng ulug' kishilardan bo'la olaysan. İslam sepiga o'tish bilan Alloh hamma xatoliklaringni kechirdi deb eskartib qo'yishimiz kerak. Bu hammamizga omonat. Nurg'un kishi men islomga qarshi ko'p so'zlarni aytgan edim. Men hamda islomga kirib yaxshi bo'la olmayman deb o'ylaydi. U bunda xiyolni qilmasin. Alloh ularni ey bandalarim deb o'ziga izofa qilib chaqiryotdi. Shundaqla qattiq tavba qilsa, ularni yaxshi ko'radiganligini jakarlab turibdi. Ya'ni İbrahim Rabbingning rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumid bo'la dedi. Agar biz Allohning rahmati bilan jannatga kirmasak, hayotimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak, hech narsa yo'q, birodarlar. Hayotimizning 15-16 yili hayotning nimaligini tushunmaydigan balalik bilan o'tib ketdi. 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan hayotimiz yoshlikning o'yin kulgisi bilan o'tib ketdi. Bu chaqlarda faqat ota-onamiz yoki ustozlarimizdan qo'rqqanligimiz uchun kitob ko'rib qo'yamiz. 25 yoshdan o'tib balalik bo'lgandan keyin hayot yana boshqa ish bilan o'tadi. 35-40 yoshdan boshlab bedende kasallik boshlandi. Odam endi aql tepib bir yaxshi yashay desa, tan buningga boqmaydi. 45 yoshdan keyin Allohga tavba qilmoqdan boshqa chora yo'q. Tarixdagi biz eng havas qiladigan kishilarni tekshirib ko'radigan bo'lsak, hayotida 2 yil ya 3 yil foydaliroq yashab o'tgan. Ammo biz shu odamlarni hayotida bir daqiqani bekor o'tkazmagan odamlar deb gumon qilamiz. Ammo tekshirib ko'rsak, ular yoshlik davrining 1-2 yilini g'animat bilgan kishilar bo'lib chiqadi, xolos. Biz mush qilgan amallarimiz bilan yer va osmonchi keladigan, insonning ko'zi ko'rmagan, quloqi anglamagan,
xiyoliga kelmagan lazzatlar bo'lgan ziyofatxona jannatga sazovarman deb o'ylay olamdiq, birodarlar. Jannatga Alloh taolo o'z rahmati bilan akrimasa, insonning hamma hayoti hech nimaga arzimaydi. Shunga Alloh qalbimizdan ixlos tepilishini ham gunohlarimizga tavba qilguvchi bo'lishimizni yaxshi ko'rdi. İnsan Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmasligi bilan birga yana doim Allohning ko'rib turadiganligini his qilib, Allohning azobidan beparvo bo'lmasdan Allohdan qo'rqib yashash kerak. Ya'ni faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Shunga inson doim qo'rqish, tashvish bilan bo'lmoqligi kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hamisha Allohdan qo'rqadiganligini ko'p darslarimizda aytib o'tganmiz. Alloh taolo, ya'ni Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi. Haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi deydi. Shunga tavba haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Tavba istig'forning eng yaxshi soatlaridan biri sahar vaqtidir. Alloh Qur'onda ya'ni ular, ya'ni taqvodorlar savr qilguvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for aytuvchilardir deb saharda istig'for aytuvchilarni maqtadi ham ularning hammasini bir yerda keltirdi. Tekshirsak, ba'zilarimizda musibatlarga sabr qiladigan quvvat bor, ammo rostchil emasmiz. Ba'zilarimiz nafli ibodatlarni ko'p qilamiz, lekin pul mollarimizni yaxshilik yo'llariga sarf qila olmaymiz. Ba'zilarimiz pul mollarimizni yaxshilik yo'llariga sarf qilamiz, ammo saharda istig'for etquchi emasmiz. Alloh taolo mana shu 5 sifatni yonma-yon zikr qildi. Biror narsani qayd qilmadi. Ham yaxshi kishilarni saharda istig'for etquchi deb maqtadi. Sahar subhidan ilgiriki yoki subhining avvalidagi vaqtdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: Rabbimiz har kuni kechining oxirida dunyo osmoniga tushadi. Ham kim menga duo qilsa, duosini ijobat qilaman, kim mendan tilisi berman, kim gunohlarga istig'for etsa, gunohlarini kechiraman deydi. Bu hadis İmam Nasai'den boshqa 5 hadislar to'plamining hammasida rivoyat qilingan. Agar bozorda biror bir oddiy narsani bekorga beribdi desa, hammamiz boramiz. Ammo bizni chaqirayotgani bir oddiy odam bo'lib, balki bizni aldash maqsadida chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Yaxshi kishi chaqirgan taqdirdami, uning berdig'ini faqat bir oddiy dunyoviy narsa bo'lishi mumkin. Ammo biz shu narsani bekorga bergani uchunla uning oldiga chapamiz. Bu yerda bo'lsa, olimlarning Rabbi, kim menga duo qilsa, duosini ijobat qilaman, kim mendan tilisi beraman, kim gunohlarga istig'for etsa, gunohlarini kechiraman deydi. Ham uning vaqtini sahar da'vatidir. Hadislarda Rasulullahning har kuni 100 qitim istig'for etadiganligi deyiladi. Rasululloh Allohga istig'for etinglar, Alloh bilan qasamki, men har kuni 100 qitim istig'for etaman deydi. Bu haqda nurg'un hadislar bor. Imom Buxoriy kim Saydul istig'forni kunduzi o'qib, shu kunda vafot topsa, ahli jannatidan bo'ladi. Agar kechqurun o'qib, tong otquchi vafot topsa, yana ahli jannatidan bo'ladi deb rivoyat qilgan.
Sevban rivoyat qiladi-ki, Rasululloh namozda salom bergandan keyin 3 qitim istig'for aytar ekan va istig'fordan keyin Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom der ekanlar. Namozdan keyin istig'for aytilishning hikmati namozdagi nuqsonlar uchun aytilsa kerak. Buni Allah bilgichidir. Boshqalar Avzaidin bu 3 qitim istig'for etish qanday bo'ladi deb so'raganda, u astagfirulloh 3 qitim deyildi degan ekan. İmam Tirmizi Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishi bir so'rinda o'ltirib, shu so'rindan qopqanda Subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk degan duoni qilsa, shu so'rinda qilgan xatoliklarga kafforat bo'ladi degan. Xulosa, biz Rasulullohning aytganidek tavba sifatiga ega bo'lsak, Allah yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lamiz. Allah, ya'ni haromdan va nijosatdan pok bo'lg'uvchilarni haqiqatan do'st tutadi deydi. Allah yana Qur'onda, ya'ni uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. İçki ve tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi deydi. Hajga borgan birodarlarimiz biladi. Allah mana shu Masjidi Quboda pok bo'lishni so'yadigan kishilar turdi. Allah pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi deb bergan. Rasululloh pokizlik to'g'risida Allah pokdir, pokizlikni yaxshi ko'rdi. Allah azodidir, azodlikni yaxshi ko'rdi. Allah karimdir, karimlikni yaxshi ko'rdi. Allah sehidir, saxovatni yaxshi ko'rdi. Uyinglarning oldini pokiz tutinglar, Yahudilarga o'xshamanglar deydi. Siz Yahudilarning yuzini sopun bilan yurib yurganligiga qaramang. Ularning odatini biladiganlarga ma'lum. Ular İslam pokizligini yaxshi ko'rdi deb pokiz bo'lmaslikka harakat qiladi. Ham tamomiy axlatlarni uyning oldiga to'kidi. Rasulullohning yana xushpuroq narsalarni ko'p ishlatadiganligi to'g'risida ko'p hadislar bor. İmam Tirmizi rivoyat qilgan bir hadisda 3 narsa qaytarilmaydi. Yana selince töşek. İkincisi mayga o'xshagan sürtüldiğen xushbo'y narsa. Üçüncüsü pürkildiğen xushbo'y narsa. Bu narsalar sunulsa qaytarilmaydi degan. Erler üçün o'zi rangsiz ammo xushbo'y hidi va narsalar yaxshiroq. Ayollar üçün rengi ko'rinadigan ammo hidi tarqamaydigan narsalar yaxshiroq. Pokizlik 5 ish bilan bo'ladi. Xatni qilish, napok tuklarni ilish, mo'ylarni ilish, tirnoqni ilish, qo'ltiqning ostini tozalash. Mana bu narsa ham islomning ko'rsatmasidir. İbrahim Halilullah'ның ko'rsatmalari ham Rasulullohga sunnat bo'ldi. Bu ko'rsatmalar bo'lmaganicha tarixda biror kim qo'ltig'ining tukini tozlamagan. Bu Yevropadan kirmagan. Yevropaliklar tozlanishni bilmagan. Bu narsani islom o'rgatgan. Mana tarixga murojaat qilinsa, buni islom o'rgatgan. Anas ibn Malik radiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Rasululloh bizlarga mo'ylarni ilish
tırnaqni ilish, qo'ltiqni tozalash, nafaq tuklarni tozalashni 40 kundan o'tkazib o'tmaslikni tayin qilib berdi. Ya'ni inson 40 kun muddatda bir tozalanish kerak. Salman Farsiydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh mundaq deydi: Taomning barkati taomdan burun ham taomdan keyin qo'l yuvishda. Tarixda odamlar qo'l yuvishni bilmagan. Buni ham bizga islom o'rgatdi. Rasululloh shu darajada pokiz ediki, u zot mag'rib namozidan ilgari sut ichdilar, ham ichib bo'lgandan keyin mazmaz qildilar. Bu mazmaza qilishning sababini sutda yog' bor deb aytib qo'ydilar. Lekin bu yerda eskartib qo'yish kerakki, bu xil pokizlik va ozodlik kibrga sabab bo'lib qolmaslik kerak. Chunki Rasululloh qalbida zarrachaqliq kibr bo'lgan odam jannatga kirolmaydi degan. Kibr insonning jismida emas, balki qalbida bo'ladi. U inson bilan Allohning o'tirisidagi sir. Rasululloh shundaq deganda bir kishi turib, bir kishi kiyimning nihoyat chiroyli bo'lishini ham oyoq kiyimining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rdi. Bu kibrmi deb so'radilar. Yana bir rivoyatda menga Alloh taolo shundaq bir xuy bergan. Meni ko'rib turibsizlar. Mush kiyib turgan libosimni biror kishining libosining mushu libosimdan ortiq bo'lishini xohlamayman. Mana mushu kibrmi ya Rasululloh deb so'radilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, Alloh chiroylilikni yaxshi ko'rdi. Ya'ni bu kibr emas dedilar. Ham kibr haqqi unutmaslik, ya'ni haq zohir bo'lganda uni rad qilish, birovni o'zining yaralmış sifati bilan kamsitish bu kibrdir dedilar. Birovni ibodat qilmagani uchun, shariatning hukmini qilmagani uchun kamsitishga bo'ladi. Lekin birovni o'z ixtiyori bilan bo'lmagan sifat bilan kamsitishga bizning haqqimiz yo'q. Bo'lmasa kibr paydo bo'lib qoladi. Allah kerimdir. Kerimlikni yaxshi ko'rdi. Allah sehidir. Saxovatni yaxshi ko'rdi. Rasulullohdan biror narsa so'ralsa, yo'q demagan ekanlar. Shu fazilat ham molga bexillik qilishdan cheklaninglar. Sizlardan ilgirkilar fazilat ham molga bexillik qilgani sababli halok bo'lgan. Bir kishi ilmga bexillik qilsa ham bexillik qilgan bo'ladi. Lekin shuni bilishimiz kerakki, karamni bahona qilib dunyo haddidan ziyoda berilib ketish ham durust emas. Rasululloh Abdu dirham, ya'ni pulga qo'l bo'lib qolganlar halok bo'ldi. Abdu xamisa, ya'ni libosga qul bo'lib ketganlar halok bo'ldi dedilar. Shundaq odamlar borki, qaysi libos ko'ziga chiroyli ko'rinsa, uni kiymasdan chiday olmaydi. Alloh ne'mat beribdi, uni ko'zitib yuribdi deyish bu boshqa ish. Shar'iy pokizlik hosil bo'lmay turib, insonga tozlik hosil bo'lmaydi, birodarlar. Undaqda shar'iy pokizlik nima? Shar'iy pokizlik g'usul va tahorat, shariat buyurgan fitrat. Bu pokizliklar hosil bo'lmay turib, inson har qancha pokizlikni da'vo qilsa, u odam pokiz hisoblanmaydi. Rasululloh buyurgan xatni qilish, qo'ltiq tukini tozalash degandek 5 fitratni ado qilmay turib, kishining pokizligini da'vo qilishiga o'rin yo'q. Yana bir shar'iy pokizlik borki, bu majburiy emas. Ya'ni doim tahorat bilan yurish. Rasululloh haqiqiy mu'min kishilarla doim tahorat bilan yurdi degan. Alloh taolo
tavba qilg'uvchilarni va pokiz kishilarni yaxshi ko'radi degan darsimizning mazmuni mushundan iborat. Biz Allah yaxshi ko'radigan sifatlardan 3ni o'rgangan bo'ldik. Birinchisi ihson, ikkinchisi tavba qilg'uvchi bo'lish, uchinchisi pokizlik. Allah yaxshi ko'radigan sifatlardan yana birisi Rasulullohga ergishishdir. Allah Qur'onda ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir deydi. Biz Allah'ni yaxshi ko'radiganligimizni har qancha da'vo qilsakmi, Allah bizni yaxshi ko'rmaydi. Ammo Allah'ni yaxshi ko'rman degan so'z xiyolimizga kelmasimi, tilimiz bilan Allah'ni yaxshi ko'rman degan so'zni aytmasakmi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashsak, Allah bizni yaxshi ko'rdi. Gunohlarimizni mag'firat qiladi. Keyingi darsimizda Rasulullohga ergishish ustida to'xtalamiz. Rasulullohga ergishish Allohning muhabbatiga erishishga sabab bo'ladi. Hammamizda sus bo'layotgan sifat mushudur, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergishishga harakat qilish har xil noto'g'ri falsafalar bilan islom ummatidan ko'tarilib ketdi. Bu sifat erlarga xos emas. U ayol musulmonlarga o'rtaq. Bugungi musulmon ayollar namoz o'qib, ro'za tutsimi, Rasulullohning buyruqlariga bo'ysungan onalarga ergashmasdan boshqa dinsiz ayollarga ergishib ketib qoldi. Hayotdagi ba'zi narsalarning buzilishida namoz o'qib yurgan ayollar hatto dinsiz ayollardan ishib ketgan. Ba'zi sifatlarda musulmonlarimiz ham o'zini musulmonman deb turib, musulmon emas dinsizlardan ishib ketgan. İslam acizleşip ketayotgan mush saatda mushundaq bo'lish nihoyat bir ichinarli ishdir. Abu Sufyan Badr g'azotida son jihatda mushriklardan necha hassa oz ham ojiz bo'lgan musulmonlarga mag'lub bo'lgandan keyin musulmonlardan qisos olmoqcha yaxshi taom yemaslik ham oilasidagilar bilan birga bo'lmaslikqa qasam ichdi. Uhud g'azotida qisos olgandan keyin ondan qasamini buzdi. Musulmonlar zaif bo'lib, islomni hech qilib tushunmay turgan mushundaq ahvollarda musulmonlarning ba'zi xususdagi xatoliklarning haddidan tashqari bo'lishi to'limi ichinishli ishdir. Rasulullohga ergishishni malomatchining malomatidan qo'rqmasdan yetkazish hammamizning vazifasidir. Rasulullohga hamma jihatda ergisholmasakmi, lekin shuning uchun harakat qilish bizni Allohning yaxshi ko'rishiga erishtiradigan sifatlardandir. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Bizni tavba qilg'uchi, pokizlikni yaxshi ko'rguchi kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zi yaxshi ko'radigan sifatlarga yaqin qilsin. Yomon ko'radigan sifatlardan yiroq qilsin. Ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Avlodlarimizni solihlardan qilsin. Alhamdulillah. Yuqorida ustoz Abduvali Qori rahimahullohning islom darslari tanlanmalaridan 10-dars tavba qilg'uvchilar haqida degan temasini angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.